Bugun sizlarga eng ko'p tavsiya etiladigan konsilerlar haqida qisqacha ma'lumot beraman. Videoga like bosishni unutmang. Flarmardan konsiler yengil va o'rtacha qoplash xususiyatiga ega. Ko'z ostidagi qora dog'lar va mayda nuqsonlarni tabiiy tarzda yashiradi. Kremsimon teksturasi tufayli oson suriladi va kundalik makiyaj uchun ideal tanlov hisoblanadi. Maybelline'dan fiksator tabiiy finish beradigan eng mashhur konsilerlardan biri. O'rtacha qoplashga ega bo'lib, ko'z osti va yuzdagi mayda kamchiliklarni yaxshi qoplaydi. Kun davomida qulay saqlanadi. Vivin Sabodan fiksator o'rtacha yuqori qoplash xususiyatiga ega. Qora doiralar, qizarish va akne izlarini samarali yashiradi. Yengil teksturasi tufayli yuzda og'irlik hissini bermaydi va tabiiy ko'rinish hosil qiladi. Evelindan konsiler yuqori qoplash xususiyatiga ega, tarkibida namlantiruvchi komponentlar bo'lib, terini quritmaydi. Pigment dog'lari akne izlarini juda yaxshi berkitadi, uzoq vaqt saqlanadi. Notdan konsiler o'rtacha qoplashga ega bo'lib, teriga tabiiy ko'rinish beradi. Tarkibidagi parvarishlovchi ingredientlar tufayli terini namlashga yordam beradi. Ayniqsa sezgir va quruq teri egalari uchun mos keladi. Forever'dan konsiler professional darajadagi yuqori qoplashga ega. Kuchli pigmentatsiyasi sababli akne izlari va qora doiralarni va boshqa nuqsonlarni mukammal yopadi. Juda chidamli bo'lib, to'y, fotosessiya va uzoq davom etadigan makiyaj uchun mos keladi. Narxlar bo'yicha Direct'dan murojaat qilishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz mavjud.